Assalomu alaykum o'g'illar, tinchmisizlar? Charchamasdan bir zotlar ko'rib keldik bugun. Anchadan beri video qilmayapmiz. Bateriya ko'p bo'lyapti-da, yo'qolishlar. Tepada turgan, birinchida turgan bo'yni qora Tedi bilan Kamagirdan chiqqan. Enasini ham yo'qotdim, otasini ham yo'qotdim buni. Insofiylar berishmadi. Yonidagi Pokiston erkak, ichkarida xotin tuxumda. Mana yonida turganda enasi tuxumlaganda yo'qolishdan oldin bular tuxumini bosyapti. Endi ko'ramiz-da. Pastidagi mana ham Tedi. Buni bir tovog'ini ko'rsatganman. Erkak chiqqan ikkisi ham. Chiqaruvdim, yo'qoldi. 4 kun deganda buni ushladim kecha kechqurun. 100-chi urinishda kirgizdim uyaga bir nima qilib. Bunaqa tentak qushni ko'rmaganman. O'ta qiyin ekan o'rgatish. Antina turgan kattalardan uchi o'tib ketaveradi, kelsa ham. Oxiri tushdi. Bugun yana chiqaraman. Yiqilgan kurashga to'ymaydi-yu. Buni. Mana bu. Tashqarida turgan mana Pokistonda pari. Bu Tedining tuxumini bosyotibdi. Tedi bilan Kamagirda yo'qolganlardi. Endi bitta bu yangilar. Bular ham tuxum ko'p bo'lsa kerak. Beskunchani o'rgatib oldim har qalay. Chiqarib eshikni og'zida turardi. Bir kurga aylanib endi tushyapti yaxshi. Pastda turibdi Tedi. 4 kun deganda ushladim. Hech kim ushlamagan ekan. Narigisi ham uchib yuribdi oma. Shunaqa gaplar. Endi boriga baraka. Bular ham endi tuxum qo'yib olsa, bularni ham kutmaymiz, chiqarib yuboramiz. Shogirdlar mazza qilsin deydi Rustam akamiz. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deyishadi.